darsimizni boshlaymiz. Hozir hammamiz darsni boshlashdan oldin yaxshi kayfiyat tashkil qilib olamiz. Chiqamizda shodlik doirasini qurib, bir-birimizga raqamlar so'ylaydi orqali niyat bildiramiz. Abdulmuhammad Ali, Sardar, cho'ntaging $1000 to'la bo'lsin. Sardar har doim hayotda birinchilar qatorida ko'rinishini tilaydi. Ulug'bek har darsda 10 ball olishni istamasan. Shahroz o'qitida 140 ball to'plab grantga tushishini tilayman. Bulara uyingga taziyat qila olsin. Daniel 2 dunyo ball. Roza senga 10 ning kvadratini umidlayman. Rahmat. Sardar 70 bilan 70 ga yetib 80 bilan sakrashib yurishini tilayman. Sandoz Qozoqning 3 ta biyidek biyik bo'l. Mana men senga baholaring har doim mana shunday bo'lishini istayman. Rahmat. Madina uying 4 burishi biyik bo'lsin. Rahmat. Askar senga seni astabing 5 baholarga qolsin. Ular uyga chiqishini tilayman. Rahmat. Ustoz, mana shu songa teng tilayman. Rahmat. Mana o'quvchilar, hammanglar yaxshi kayfiyatdasizlar. Sizlarga a'lo baho. Mana shu har bir etgan tilaginglar o'zingizlarga yo'ldosh bo'lsin. Ana endi aziz o'quvchilar, mana bu yerda kuzgi gullarimiz shunaqa chiroyli ochilib turibdi. Mana shu gullarda matematikaning simvoli bo'lgan misollar berilgan rangli qog'ozlarda. Mana shu misolni olasizlarda javob berib, to'pga bo'linib o'tiramiz. Tez bir chekani boshlaymiz. Молодец. Sardar. Tezasida 169 Молодец. 1 3 5 7. Молодец. Taqsimlaring. 4 ning kvadrati 16. 10 ning kvadrati 100. 100 yaxshi. Kvadratlar 81. Молодец. Oldinglarmi? Biz olamiz. Yaxshi. Sardar 6 ning kvadrati nima? 36. 28 dan 4 ning sifat. 3 ning kvadrati 9. 44 ning Hammamiz joy-joyimizga to'pga bo'linib o'tiramiz. 3 ta rang bo'yicha to'plarga bo'lindik. Ana endi aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz bilan sizlarni tanishtirib o'ray. Bugun sizlar bilan o'tadigan darsimiz ikki o'zgaruvchisi bor chiziqli tengsizliklar sistemalarini yechish. Mana to'plarga bo'linib oldik. Birinchi to'pimizning nomi. Sizlar to'p boshchi saylab olasizlar. Kim ekan sizlarda? Bizning to'pimizning nomi to'g'ri chiziq. To'g'ri chiziq grafiki funksiyasining formulasi y teng kx plus l. Sizlarga mana shunday umrlaringiz to'g'ri chiziqda davom etishini tilayman. Juda ham yaxshi. Xo'p, ikkinchi to'pimiz to'p boshchinglar Charos ekan. Bizning komandamizning ati aylana. Aylana tenglamasi x kvadrat plus y kvadrat teng radiusning kvadrati. Asli ko'rinishi x minus a ning kvadrati plus y minus b ning kvadrati teng radius kvadrat. Sizlarga aylanadek uzilmaydigan umr tilayman. Juda ham yaxshi. Bizning komandamizning nomi parabola. Parabola funksiyasi y teng x kvadrat. Shu grafikdek sizlarga hayotingiz uzluksiz bo'lishini tilayman. Juda ham yaxshi. Ana endi o'quvchilar, bizlar qaysi temani o'rganayotgan ekanmiz? Tengsizliklar sistemalarini yechishga misollar ishlayapmiz. Maqsadimiz ikki o'zgaruvchi bor tengsizliklarni yechimini topish, ularga doir misollar ishlash hamda ikki o'zgaruvchili chiziqli emas tengsizliklar sistemasini yechishni javobini topishni o'rganar ekanmiz. Mana bugun mana shunga doir misollar ishlayapmiz. Hozir 3 ta to'pimiz bir-biriga savollar beradi. Birinchi to'g'ri chiziq to'pidan boshlaymiz. Kim savol beradi? Ulug'bek o'zingmi? Ikkinchi aylana to'piga. Aylana to'piga savol ikki o'zgaruvchili chiziqli tengsizliklar deb nimaga aytiladi?
Javob. Qani, kim javob beradi? Tengsizlik deganimiz Chiziqli tengsizlik deganimiz tarkibida ikki o'zgaruvchisi qatnashgan, darajasi 1 ga teng bo'lsa, u holda ikki o'zgaruvchili tengsizlik deyiladi. Chiziqli tengsizlik deyiladi. Juda ham yaxshi. Sizlar savol beringlar. Parabola to'piga. Bir o'zgaruvchili chiziqli emas tengsizlik deb nimaga aytamiz? Qaytarib yuboramiz. Bir o'zgaruvchili emas, chiziqli tengsizlik deb nimaga aytiladi? Tarkibida bir o'zgaruvchi qatnashgan, darajasi 0 dan farqli bo'lgan tengsizlikka aytiladi. Savollarga javob berdik. Endigi navbatda biza tengsizliklarni berilgan, ana shularning javoblari bilan oldinglarga varroq qo'yib qo'ydim. Bir-biri bilan saykeslantirasizlar. Ya'ni qaysi bir tengsizlikning javobi qaysi ekanligini ko'rsatamiz. Varroqqa tez yozamiz. Mevzuiyat tengsizligini ishlab javobini chiqaramiz. X kvadrat minus 7 0 dan kichik. U minus 7 ilzasida 7 ilzasida 7 ga teng bo'ladi. Javobi shunga teng ekan. Hop, ikkinchisi 49 minus 2 0 dan katta. Javobi minus 7 bo'lganda 7 ga teng. Paralama teng ekan. Uchinchisi x kvadrat plus x 0 dan katta. Javobi minus cheksizlikdan 1 gacha, 0 dan plus cheksizlikgacha bo'lgan javobga teng. Teng ekan. Juda ham yaxshi. Bayağı cevaplarımız fazla, daha politik etmezler konusunda. Hop, yeşil ana rengimiz 4. Küçük. Minusumuz hasta yetti. Küçük. Hasta yetti. Cevap? Qaysi bo'larkan? Bu javob minus. Hizasida 7 bilan. Hizasida 7 bilan. Hizasida 7. Yaxshi. 49. Tekting. Yetti. Yani endi ikkalasi nimasi bo'ladi? Isharasini tekshiramiz. O'rtada nima bo'lyapti ishora? Monsiz bor ekan. Qani o'rtaga qo'ymaymiz. Ishlasin, unda o'rtaga qo'yib. Qani vaqt bo'ldimi? Qamiz. Narigi to'pqa beramiz. Narigi to'p bir-biringlarga almashtirasizlar, tekshirasizlar. O'tkazib yuboraman. Charas. Ulsan bu yoqqa ber. Ketdimi? To'g'ri ekan. Hayratbek Ulug'bekniki. Ana shuni asoslab berilsa. Danda. Ham aylana. 4dan kichkina radius nechiga teng bo'lyapti? 2 ga teng bo'lgan. Aylanani tashqi qismimi javob ichki qismi. To'g'ri ekanmi? Kim ekan familiyasi? Nurxalq Savdo. Juda ham yaxshi. Berilgan tengsizlikning grafigi parabola. Javobi to'g'ri. Hayratbekov Ulug'bek. Bu misolda bizda parabola berilgan. Buni javobi to'g'ri. Buni chizgan adam Rahimjon Odildara. Bu grafikimiz to'g'ri chiziqdan iborat va bu grafikning javobi ichki qismi va bu javob to'g'ri. Buni ishlagan Charas va Madina. Qoldirmasligimiz kerak. Bu matematika bilasan, matematika maqollar bor edi. Nima degan? Sanamay 8 dema, 7 o'lchab 1 kes dedi.
matematika aniq ham bo'lganligi uchun o'quvchilar grafikni ham bizlar aniq qilib, bekor man sizlarga millimetr qog'oz berayotganim yo'q. Bizlar to'g'ri qilib chizishimiz kerak va mana shu tezliklar sistemasini javobini aniq qilib yozamiz. Mana to'p ishlaydi. O'rtaga qo'yib, hammaga birgalikda kesib chizib ol. İki bundan için. Yigirma qog'ozda buni javobini belgilaymiz. Mana aylanani ikki qismini tashqimi? Bunday qo'yamiz. Bariga. Parametr nuqta olyapmiz, minus 1 bo'lganda 2. X o'rniga minus 1 ni qo'ysak 2. Qaysi tomon ekan? Kelasi umumiy qismi qaysi bo'lyapti? Yaxshi. Umumiy qism qaysi bo'lyapti? Aylanamiz ichki qismi. 1/x-ni y-imiz katta bo'lyapti. Qaysi tomoni? Tepa. Endi buni boshqa rang bilan belgilaymiz. Xo'p, o'quvchilar bo'ldingmi? Ana endi doskaga chiqib bosamiz. Doskaga chiqib bosib